Aziz do'stlar, mana bir yana bir hamyurtdoshimiz to'xtadi. Mana sizlarga O'zbekistonda birlashishi, shu birlikda bir-biriga bo'lgan padashkasi. Cobalt Husky legenda. Gap yo'q, ishi Surxondaryo. Assalomu alaykum. Qarshi bo'lmasangiz video olyapman aka. Hozir 1 minut akajon. Assalomu alaykum. Charchagansiz? Salomatsizmi? Gapiringiz zo'rmi? Siz aka? Jasurbek. Qayerdan? Yana sizdan aka. Sirdaryo Sadobod tumani. Qayerdan chiqib kelyapsiz? Sankt-Peterburgdan aka. Yo'q, qachon chiqdingiz? Bugun 5-kun aka. 5 kun bo'ldi. 5 kun bo'ldi. Siz qayerdan Surxondaryo? Muzrabotdanmi? Men shu Peterdan kelyapman hozir. Aha. Haram bayroqni ko'rdimda to'xtadim, tez kelishdim, o'tib ketdim. Ya pajomdan bunaqa qilganlarni sal qiynalyapman chiqishga, sekin amallayman endi. O'zingiz yaxshi narsa aka, yo'lingizni bersin, to'xtab ko'rishib mana yana bir surxondaryolik akamiz to'xtadi. Instagramga qo'yaman aka, Javlonbek Olimovich aka. Jahongir? Javlonbek Olimovich.